Navada Liubey bilan Savsav bir yak urushib qolsa, qaysi yema? Hamda umumiy jang qilish, pasiban bo'lish jihatdagi bu ikkisining ortiqchiligi, kamchiliklari to'g'risida to'liq tahlil qildik. Mayli zopinlarda, mayli jubolarda shunami? Undan so'ng bu ikkisi yak urushib qolsa qanday qiladi? Yana bir tahlil qilib baqaylik. Mazmun qiziqadigan do'stlar, meni Guanju qo'yib, filmning oxiriga diqqat qilinglar. Hamda bu yerda 3 parchalik haqida qilsan nomli asarda Savsavlar Liubeyni yak emas. 3 parçanın yerimiz olan Sun Quan'ın ketib, üçünü bir öyge 5 minutun solab koysa, Liubey ma işkilisini çalaqşını juruşturub atıdı. Sen kim, men kim demeyle juruşturub atıdı. Anonkin aksa yenip çıkıdı. Neymiş qonaqdayma? Eseri qarsak, Liubey 20 yaş vaqtında başlap asker olgan, qo'sh şemchar mashq qilgan, bu muntazam harbiy tarbiya olgan. Shu vaqtdan başlapla seyriq yağılıqlar qo'zg'olini bostirishga qatnashgan lashkar bo'lib, nurg'un amaliy janglar qilgan. Bu vaqtda lashkari bir necha yuz odamlar bor. Qaranglar, yana Xuloganda Yuanshao boshlig'idagi 18 taram qo'shini Dongjo qarshi ko'tarilib chiqqan vaqtning o'zida Sanyingjan bu. Shu qahramonning Liu bilan urushida Liubey chiqib, Liu bilan jang qila oldi. Liu Charles Chalman bilan urush qilsa, Liubey qo'sh shamcharni chiqib, shuning bilan urush qila oldi. Shunami ya? Demek ma jangga Savsav Sunquan hech qanday tushib ketolmaydi. Liubey qo'rqmay tushib jang qildi. O'sha vaqtda Liubeyni jang qarsaqlar haqiqatan bir qovut sarkarda. Masalan, yana keyin Sunquanning singlisi Sun Shaomei bilan tunchiqa vaqtning o'zida mana to'ykining buni bilan shamchar o'yintidigo. Shu vaqtda Liubey dedigo, mening boshqa pek nomim yo'q, lekin el ichida bu shamchar o'yintishda Xilraus nomim bor, Jumaxon deb qo'yay deb Adam yengib oldi aynan. Liubeyninki bu qo'sh shamchar ishlatishi bu alam jihatda haqiqatan boy. Uningdan sirt 3 parchalik haqida qissaning eng dastlabki vaqtlarida bu Guanyu Zhangfeilarni topgan vaqtning o'zida Guanyu bilan Zhangfei tutishibdi. Bularda tunishmagan vaqt, ikkisi urushib ketgan vaqtning o'zida Liubey o'tirib tushib, Zhangfei bilan Guanyuning pulini ikkisining qo'li ikki tarafdan besib ajratib o'toladi. Demek Liubey kuchtingurlik jihatimi Raus kuchi va madamning. Demek bu alam jihatda jang qilib qolsa, Sun Quan Savsavlar Liubeyga hargiz raqib bo'lmaydi. Endi bularningki qo'shin boshlab jang qilishi, pasban bo'lib jang qilishi, uning tahlillari bak ko'p. Bularning unda qilgan janglari bak ko'p. Lekin endi bugun hozirma tahlil qilamiz. Yak bir qilchin ko'tarib urushib qolsa, Liubey bu ikkilisdan ustun rol turdi. Sizlar qanday o'ylaysizlar? Unda qilsa bu mazmun yoqtirgan do'stlar, bir dana yaxshi yurganlarni aytmanglar. Rahmat.